Biz her vaqtda maktab deganda eng birinchi qaraymiz binani nechta yerda, motormi, sifatmi, butun narsa anlarga kirgachgina so'ray boshlaymiz. O'quvchilarni chiqmikan, o'qituvchilarni chiqmikan. Shunga ko'ra aytasam kerak, maktab bik motor o'rinda o'rnashgan. Bino yog'idan qaraganda binoga endi ko'p yillar bo'lg'achdan anga remontga kerak bo'lacak. Mana aytdilar endi bugun gubernator da Sergeyevani ham shahar boshliqlarida binoga remontga finans yog'idan yordam etamiz deb, lekin mana eng zo'r o'rinligi işte balalar, o'quvchilar hamon yetakchisi. Shunga ko'ra u yoqdagilar bek tartiblashirlar, ishlashirlar. Mana biz shu to'xtaga qarab, ko'pmi bizning ishlagan o'quvchi bolalar bor. Ko'pmilaralar oblast ko'lamida, Tatariston ko'lamida, Rossiya ko'lamida turli festivallarda ham belgilarga qatnashib, bunda yuqori o'rinlar olib qaytganlar. Ko'pmi bunda pedagoglar ham yetakchi o'zlarining yoqlaridan shu belgilarda qatnashib, yuqori sifatli diplomlar olib qaytganlar. Mana bu eng zo'r o'rinlik. Shunga ko'ra bizning uchun bu haqdan da bek kerak ish. Ham biz aytamiz endi bugun bu maktabga kompyuterli klass qo'ydik deb. Mana bolalar endi 4-klassda o'quvchi bolalar, 4-sinf bolalari shunday motorlik ko'rsatdilar, nechik уже ishlarga o'rganganlar. Shunga ko'ra tarafchanlik bor, pedagoglar bor. Shunga ko'ra Alloh bersa shu ishlarni kelishibga davom etarga.